Lekin Toshkent shahrida profilaktika xizmatlari ishi to'g'ri tashkil etilmagani uchun muammolar to'planib qolgan. Nima kerak bo'lsa, qancha mablag' kerak bo'lsa, albatta beramiz. Lekin rahbarlar o'zgarish kerak. Odamlarning talabiga munosib bo'lishimiz kerak. Ichki ishlar boshliqlari profilaktika inspektorlarini ertalab 7 da va kechqurun 10 da yig'ib soatlab eskicha razvod o'tkazadi. Poytaxtdagi 585 ta mahallada 1282 ta profilaktika inspektori bor. Ular huquqbuzarlik bilan ishlash o'rniga aliment undirish, armiyaga yuborish va boshqa jamoat ishlariga ham jalb qilinadi. Oqibatda ularni mahalladan topib bo'lmaydi. Bir necha mahallaga o'zim odam yubordim. Ko'pi ish joyida yo'q yoki boshqa ish bilan shug'ullanyapti. Profilaktika inspektorlarini tergovchi yoki sudning topshirig'ini bajarib yurgan poytaxt ichki ishlar boshlig'ining profilaktikaga mas'ul o'rinbosari Ikrom Tillayevni qiynamaydimi? O'zi bu inspektorlar ishini qaysi KPI asosida so'ralyapti degan savolga afsuski javob yo'q.